tumani Oltintepaga kelganmiz. 2,5 sotkali xonadonimiz, 5 ta xona plus podvali bilan birga. Podvalimiz jelot qilib qo'yilgan. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet umuman muammosiz. 100% tepli pol qilingan xonalar. Hamma qulayliklari bor xonadonimizdan sizlarga to'liq video davomida to'liq ko'rsatib beramiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yo'lda 100 yil joylashgan xonadonimizdan sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Mana shu xonadonimiz sotuvga chiqqan. Ichkari qismidan sizlarga to'liq ko'rsatib beradigan bo'lsam, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tarafda letniy oshxonamizni ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu yoq tarafimiz zелёный zona, bu asosiy binomiz bo'lsa, pastida to'liq zal qilib qo'yilgan xonadonimiz bor. O'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismini to'liq ko'rsatib beraman. Asosiy binomizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda uzun koridor xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafimizda zalimizni ko'rib o'tishinglar mumkin. O'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. O'zini tashqariga chiqadigan xonalari bor, panoramli variantda qilib qo'yilgan. Yonginasida oshxonamizni o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svet muammosiz. Ko'chaga qaragan oynalari bor, tashqariga eshigi ochiladi. Yonginasida bu yoq tarafimizda detskiy spalnimiz joylashgan bo'lsa, o'zingizlar bitta baho beringlar. Podключ variantdagi xonadonimiz. Bu yog'imizda umumiy sanuzel variantda foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimiz spalnimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. O'zini dushor kabinkasi bilan birga ko'chaga qaragan oynalari bor. Eng oxirgi xonamiz zalimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Hamma qulayliklari bor, gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Zalimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Bu yoq tarafda o'zini havo aylanish uchun joylarni qilib qo'yilgan. Xohlasangiz sklad variant foydalansanglar bo'ladi. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.